Assalamu alaikum, hürmetli kırındaşlar. Kanara kanalı bilen tudonluma. Kardeşimle ne bileceğim. Bugün bir tuyuksuz ciddi bir program için her bir anı aldığı çıkıp kaldım kırındaşlar. Belki ben bana aldığımla şu Yekşembe günü İstanbul'da vatanımız Şarkı Türkistan'dan ekegen 40 yakın artistimizin uğurluşu da bir numur köstü dağıllığını. Bunun iniq adresini İstanbul'daki Avrupa bölgesideki bir tiyatrxanada degan uçur var. Onun saat 6'da neçe ötkendi bu. Kech saat 6'da neçe ötkendi bu allığı. Uygurlarga bilet ilinmaydiganlığı. Qatarlıq bir uçurlarını kögen bulduk. Bunu bir delilleş arqılıq bunun rast bulduğanlığını bilgen bulduk kırındaşlar. Hem de onun tepsili adresi inşallah bugün keşkişçe belki inak buluşu mümkün. Hürmetli kırındaşlar, bu nimenin kilip çıkış ahvali. Yani bunu nim için uğurlaştırmak Xitay, bunu nim için bir yere Türkiye'ye geldiğini belki ben bana bilişonlar mümkün. Xitay tecavüzleri vatanımızdaki bulavatkan ırkı kırgınçılıkını, kiçiltiş ve yok kılış ve ya ki Xitayla üzdigендek muşu ırkı kırgınçılıkını keltirip çıkarıp Xitayga bugünkidek ve xalqarada ma'lum ta'sirga bulavatqanligini, bu ta'sirni yo'qotishning mush Uyg'urlar bilan bo'lganini Uyg'urlar bilan yo'qotamiz. Ya'ni ta'sirini Uyg'urlarni qo'llash yoki Uyg'urlarni işte changchilik qildirish orqali yoki uni numur ko'rsatish orqali yoki bo'lmasa yolg'on shaklda tashviqotimiz orqali yana asliga ekilaymiz degan shaklda bir turkum Uyg'urlar bilan bir ish qilayotganligini hammamiz bilamiz. Uyg'urlarni oldiga chiqarayotganligini hammamiz bilamiz. Hammalarning xabari bo'lgan o'xshash Xitoy ya'ni İstanbul'dan o'tgan yildan 5'idan boshlab Xitoy tajovuzlari har xil maxfiy kodlar bilan pasportlarga yeşil chiroq yoqib berib, mayli turk vatandoshi bo'lsin, mayli shu Xitoyning pasportini ishlatayotganlar bo'lsin, chiqib Uyg'ur bo'lganligi bormi deganligi Uyg'urlarga bir şekilde yeşil chiroqni yoqib her xil şekilde o'zini urug' tuqqanlar bilan yuz kurashtirgani va u yerdagi videoni qanday shaklda chekayotganligi, ularni çeken videolarni xalqaro qanday ko'rsatib harakat qilayotganligini hammamiz bilamiz qarindoshlar. Şunun bilan birlikda sizlar biz deyotgandek ota-onamizni ko'rishanmidik, 7-8 yil bo'ldi aloqalashanmidik. Vatanimizga urug' tuqqanlarimizning hayot mamatligidan xabarimiz yo'q. 21-asrda yashab o'tib turib, texi bir normal telefon aloqani qilolmaymiz degandek gaplarimizga nisbatan Xitoy hani kendin o yatendeki qarindoshlarimiz pasport alqib bermaglik, pasportni cheklaglik degandek narsalarga nisbatan Xitoy bir turkum o'zi kontrol qila oladigan va o'zi yasab chiqqan bir turkum Uyg'ur otliqli bilan bu ishlarni dunyoning ko'zini bo'yash, aldash uchun harakat qilayotganligini hammamiz ko'rib turiblik. Şunun bilan birga vatandan abam deganimdek vatandami bir turkum odamni chiqib mayli dunyoning har qaysi tarafida urug'lar bilan kurashtirish uchun yeşil chiroq yoqib berayotganligini va ularni ko'ptirib tashviq qilayotganligini va shularning urug' tuqqanlarining og'zi va qo'li va ijtimoiy taratqular orqali buni hammamiz ko'rsatayotganligini xabarimiz bor qarindoshlar. Endi bugungi kun kelganda bu o'yin qo'yishning jiddiyligini deyishimlik sabab bu odatdagi o'yin qo'yish emas ma'u. Odatdagi mana bir artistlarimiz chiqib voy deydigan yoki bo'lmasa u yerdagi xalqimizni xotirjam, bayoshat keligini ko'rsatib qo'yadigan narsa emas. Miyada sizlar bizning ro'yitimizni, vatandagi qarindoshlarimizning ro'yitini sundirish uchun ilib berayotgan biri harakat bo'lsa, yana bir tarafi Turkiya qatorliq davlatlarga buni ko'z qilish yoki ko'z tutish yoki yasalma qilgan bir maydon saxta tashviqotni deb tushunsak bu qarindoshlar. Shunga buni hamda hammamiz bilgunimizdek buni İstanbul'da faaliyet qilayotgan Xitoyning o'zi bir qo'lliq 2010-yili yasab maydonga chiqqan Uyg'ur tijoratchilar uyushmasi degan tashkilotning nomida bu artistlarimizni bir necha yil burun iltimos qilgan. Turkiyada shunday har xil cho'ng beshak, cho'ng kichik shaharlarda numur qo'yishni o'rlashtirgandi. Ma'lum sabablar bilan bu narsalar amalga oshmagan. Bugungi kun kelgan vaqtida mana o'rin
vaqt hamma belgilenip gerçi 2-3 gün qala xabar tapqan bolsaqmı, xabar tapqan bolduq. Demek bula Türkiye'deki ABM kadar iş güçünün ayağı kılıbatkan mehbi ve aşkarı şekilde Türkiye'den vatenge ekirip memleket normallaştırış yolunu içivatkanlar o hizmetleri, o projeki bir kıtım bir tasqilip bulap, bardığalı bulap, adam tapanmay, yani bardığalına kaylı kılanmay, toktap da bir yeni projek şekilde manımı oturup çıkaylı dep, sili bizden bu yıl kirgenden başlap ve ötken yıldan başlap Xitayning muşundaq vatanga opirish ekilish teşviqatıning ma'lum nisbatda ta'siriga uchrab ba'zi qarindoshlarimiz bu ishlar normallashib qolgan o'xshaydi. Xitoy endi biroz normallashtirib ishni ichpaga o'xshaydi. Biz mush fursatda berib ko'rib olganimiz, qilib olganimiz bo'lgan o'xshaydi deb Trenkap qirayotgan adamlarni mayil qilish uchun hamda yani bir şekilde Türkiye'de bu oyunni qo'yib buni muvaffaqiyatli ishga oshira olsa, sizlar bizni jim turib, ha, bo'pti, shu odamlarimiz kepto, bo'pti, uyan qo'yib olsin, bir ko'rdiqali ko'rib, biroz ko'ngilni xo'shal qilib olsin desak, ma uyan sizlar bizning qo'ygan o'yinimizga o'xshamaydi. Ma bu Xitoy maqsadlik holda planliq maqsadlik dünyanın gözünü boyaş, bazı Uygurlarımızı Trenkap qaga Amerika'daki Uygurlarımızı aldaş, üzünün jo Uygur qırğınçılıqdek bir haqiqatni yushirish uchun harakat qilayotgan bir o'yiniga biz chavak kelib yakimiz sukut turib, bagan o'xshash bir ish qilgan bo'lamiz. Abim degandek bu bir necha yil burun planlangan ish, bu bir cho'ng projekt, buning nurg'un nimasi var. İqtisodiyotga yordami var, ta'minoti var, u bu ba. Ama Türkiye'nin muhitida, mayli kichik tiplik olsun, cho'ng tiplik olsun, bir o'yinning amalga ishishi, yaga Türk qarindoshlarımızın kirib ketishi notayin. Ama Xitoyning munda yerda bir mushuning tashviqotini bir ko'p turib tashviq qilib, vatanimizga qarindoshlarımizga texmi umidsizlantirish biz uchun bir zarbidan boshqa narsa emas qarindoshlar. Vatanimizdagi qarindoshlarimiz gerçi shunda zulmning ichida tusumo qarindoshlar. Yanalam vatan sirtidagi sizlar bizdan umid kutib yashaqliq. Yani aşağı ketgan Nabijon va uning o'xshagan qarindoshlarimiz ismini biladigan. Biz uchun bir ovoz chiqardigo, biz uchun bir harakat qiladigo, biz uchun bir bizni qutuldirish uchun bir amaliy ish qila oladigo degan umidda shu bechoralar mayli turmudiksi bo'lsin, mayli normal bizligi chiqarib berayotgan, yag'an sarang olayotgan videolarning hammasi qarindoshlarimiz vatani qarindosh amalsiz qilayotgan ishlar qarindoshlar. Amalsizlikdan besim bilan har xil shaklda Xitoyga mandaq o'zini saqlab qilish uchun har xil shaklda qilayotgan ba'zi bir uyallar. Biz bu yerdan chiqayotgan narsaning hammasi rost. Aşağıdaki vatanda xalqimiz shunda olib ketibdi, yoki xo'shallab ketibdi, yoki azoblanib ketibdi emas. U bechoralarning mesela siz ko'rdinglarmi, muhirki voqeasi deymiz, har xil shakldagi ziyon ishlar qilayotgan ishlar deymiz, undan keyin ekranlarda chiqayotgan tetiqsizlik, har xil gaplar bizning urug' tuqqanlarni nima qilayotgan, buning hammasi amal yo'q, yoki bo'lmasa nervasi butunlay buzilib, psixikasi butunlay buzilib, normalsiz ahvolda qilayotgan ishlar bu. Ularning bijirim siz bilan bizga o'xshashmida to'xtab turadi deb menda o'zini tutulib o'ylab yoki bir siyosiy besim yo'q yo ijtimoiy besim yo'q holat qilayotgan qaror emas. Butunlay siyosiy besimdan akkallining o'zining normalligini yo'qotganlik ahvoldan bo'layotgan ishlar qarindoshlar. Shunlashqa u yerga chiqayotgan, masalan Xitoy bilan to'y qildirayotgan, Oshadagi butun har xil shaklda to'y qilini qiyochi, har xil shaklda maymunda qilayotgan uyalning hammasi bechoraning psixikasining butunlay buzilib ketganligi. Qarindoshlar, chet elda turib sizlar bizning buzilib ketib bordi. Nimaning haq, nimaning nohaqligini ayirolmagandek, bilinmagandek darajada yashayotimiz qarindoshlar sizlar biz. Ba'zilarimiz-chi hammamizga ta'sir qildi bu psixikamizga. Vatanimizda bo'layotgan bu zulm, bu erkak qirg'inchilik hammamizga o'xshamagan ta'sir qilyapti. Shuning uchun qarindoshlar, u yerdagi vatanimizga qarindoshlarimizni
bir şekilde ayak kılış, bir şekilde ulunun çıkargan hemmenimizini paylaşının ornu yok. Bir qarab bakıp halkımız yüzümüzge paydası olsa, davarımızga paydası olsa, onu ortaklaşayla bulmasa, onu Xitayga maslaşıp, Xitay hiç kaçan özüge paydasız narsalarni nima evetmeydi o. İctimai taratqularga TikTok degandim shu Xitay boshqaruqliq, undidarni Xitay boshqaruq, hammamiz bilamiz. Hamma narsani Xitoyning suzgichidan o'tmay turib, bu narsalar sirtqa chiqmaydi qarindoshlar. Buning uchun nimani qo'llanish, qarindoshlarimizni qanday muomala qilish, vatandagi bo'lgan ahvolni qanday mo'ljallash, hammamiz yashab boqqan vatan shu. Vatandagi ahvolimiz qanday bo'ladi? Vatan sirida har bir harakat aşağıdaki qarindoshlarımızın kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi qarindoshlar. Aşağıdaki bicharalar umidlanib bizdan, sizlar bilan bizdan bir ish qilib baqsa bo'ladi deymiz qarindoshlarimiz. Bir harakat qilib baqsa bo'ladi. Mushu dunyo nima qilayotgan parlamentlarda, dunyoning har qaysi yerda o'tgan parlament Uyg'ur qirg'inchiligi ash qarindoshlarımizga umid berdi ya qarindoshlar. Ash qarindoshlarimiz ruhlandi ya qarindoshlarimiz. Hammamiz xabar tepig'liq bu uchurvasi Xitoy mumkin qamal qilib olgan bilan har xil yo'llar orqali, ya'ni siz bilan biz xabar topamiz. Topa olamiz. Shuning uchun bizning chet elda namoyishning qo'ldan nima ish keldi, namoyish qilib qo'ysak nima bo'ldi deganiga shuni dalaymiz qarindoshlar. Birsi vatandagi qarindoshlaringizga umid bera olasiz namoyish qilish orqali, yana birsi o'zingizni bir mandaq ro'yingizni to'xtab turaman, bir ish qila olibdiman, men bir ish qilib yetibdiman, men qo'limdan azroq bo'lsa bir namoyish bo'lsa qilibdiman degandek bir o'zingizga tasalli bera olasiz. Namoyish sizni ozod qilib bermaydi, namoyish sizga aminimini bermaydi, ammo siz o'zingizning ro'yini va shu zulmda turib vatan ichida shunda qiynayotgan qarindoshlaringizga kichikgina o'zi zararchilik bo'lsinmi, bir umid bera olasiz. Men umid bera olibdiman deb qiling bu ishni. Mayli namoyish qiling, mayli Xitoyga qarshi bir harakat qiling, qanday ish qilsangiz imkoningiz yetgan yani qiling. Ama buni siz bir umid, men o'zimga umid beryapman va vatanimdagi shu izlayotgan qarindoshlarimga umid bag'ishlayapman degan nuqtada chiqib turib qilsangiz, mana natijali qilgan bo'lasiz. Bo'lmasa, bu namoyishning qo'ldan nima keldi deb o'tib o'zingizni kamsitib, umidsizlantirib yozsangiz, o'zingizning kayfiyatingizni buzishlar birga vataningizga qarindoshlaringizga ularning kayfiyatini buzsiz deydi. Shuning uchun hurmatli qarindoshlarim, degandek bu bir necha yil burun planlangan bir ish, uning uchun buningga bir qarshiligimizni bildirishimiz kerak. Tavsiyam, taklifim, hurmatli qarindoshlarim, Turkiyada yashayotgan qarindoshlarimiz mushu yerga berib bo'lsa, bayrog'imiz bilan vatandagi urug' tuqqanlarimiz turmada, lagerda yetayotgan qarindoshlarimizning rasmlarini ko'tarib turib, mayli ovozsiz bo'lsinmi, shu teatrxonaning atrofini bir qurshab, kirib chiqadiganligi bir herkes kanunga xiloflik qiladigan va yoki shu davlatning tuzumiga xiloflik qiladigan va boshqa shaklda soqchilar bilan tortishib manda qilib, voy bizga surkilanglar dedi deb, u deb bunda qilishning o'rni yo'q qarindoshlar. Biz faqat hammamizning qo'lida bir telefon bor. Mushu telefon bizning qurolimiz qarindoshlar. Mushu qilgan faoliyatlarimizni, qarshiligimizni, noroziligimizni hammamiz o'zimizning ijtimoiy taratqurini taqatsak, bu ko'plab tarqalsa, mayli Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, biz ishlatadigan butun qurollarni buni tarqata olsak, mana bu ovozimiz vatanga kirdi qarindoshlar. Vatanga kirdi. Shuning uchun shu qarindoshlarimizga umid bag'ishlash, Xitoyning va Uyg'ur tijoratchilar birlashmasi degan nomdagi Xitoyning yaloqchilarining Turkiyadagi bir milliy rayonimizda bu ishning amalga oshmashligi uchun hammamizning o'rnimizdan bir dast turib, bunga jiddiy qarab, tashkilotlar birlik atrofida hamma tashkilotlar o'rtaq shaklda bir kelinglar, o'rtaq shaklda Xitoyga qarshi bunga bir plan tuzinglar, o'rtaq shaklda harakat elib beringlar. Bu yolg'iz bir tashkilotning, bining ishi emas, bu vatanning ishi deb turib qilinglar. Tashkilot qilganda men bormayman, tashkilot qilganda o'rtaqlashinglar. Bir shaklda bir ish bo'lsin, bir o'rtaqlashib bir gavda hosil qilinglar. Şunun bilan birga anandan keyin bu şekilde Xitoyga bir ma'lum bir signal bera olasizlar. Turkiya hukumati, Turk xalqiga bir bo'lsa, Turkiyadagi ijtimoiy ommaviy tashkilotlarni taklif qilinglar. Turk xalqimi qatnashsin bu ishimizga. Bizni qo'llayotgan, bizga destek berayotgan, bizga duo qilayotgan shu xalqimizni yinimizga tortayli bu fursatda. Qaranglar, bizning vatanimizda irqiy qirg'inchilik bo'lsa, Xitoy manda ko'z bo'yamchilik qilyotdi. Turk xalqimi Xitoyning ma o'yinni machanchilisini ko'ranglar.
Ma bizning qarindoshlarimizni chiqib, o'zimizning shu yerdagi qarindoshlarimiz bilan bizni manda qilyotidi. Manda u yerdagi zulmning yo'qligi deb sizga xato signal beryotidi. Dalili qarindoshlar. Chiroyli lozunkalarni qilayli, vatandagi tuqqanlarimizning rasmlarini ko'tarayli, bayroqlarimizni ko'tarayli. Mayli avozsiz bo'lsinmi, shu yerda bir ko'lamlashgan holatda paydo bo'layli, u yana topayli. Demak, Xitoyning bu qilayotgan bu nimasini, bu o'yinni barbod qilayli qarindoshlar. Bu o'yin Turkiyada amalga oshib qolsa, Yevropaga keldi, Amerikaga bordi, Qozog'iston o'tir, hamma yerga berib Xitoy chanchilisini qo'ydi. Bu bir yerda qattiq nimaga uchursa, zarbaga uchursa, bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'plagan holda tarqatilsa, bundan Xitoy baram bo'ldi. Ikkinchi qadamni besishda ehtiyot qiladi qarindoshlar. Bu yerda Xitoyning yana bizning aramizga bo'lgunchilik selish va yoki boshqa shaklda bizni qonunsiz ishlash shaklida bizni qora bo'yash şekildeki işlerini aldığını için. Herkes kallınızı inik olsun, hemminizin inik olsun kardeşler. Herkes şiddet kullanıdığan, herkes bir şekilde varançırın kılık, her yüzümüzden kege artistlerimiz hakaret edilgan işini kılmalı. Bütün düşmanımız Xitay tecavüzçüleri. Bizden uyardaki halkımız uyan kıymet, hemmisi bir günah insanlar, ular bilmeydi, ular mecburlanıp kılıdı. Ama meyli Xitay'nın uyardaki kumaşları olsun, onu tunubilinglar, resimge elibilinglar, ama uluğa şiddet kullanıdığan, gazipimizni uluğa çıkırma dep, kanunga takışıp kaldığın işini kılmağınlar kardeşler. O vaxtıda bizden kılgan her kandak adil işimiz kiçiklep gidiyordu. Yakımız karığı boyunlup gidiyordu kardeşler. Şunun için meyli dünyanın nerede Xitay'a karşı hareket kıldı, şu kanun şekilde kılanlar. Kanun şekilde kılgan, biz kiçkinam üzümüzden açığını, gazibini çıkarganda kılgan bilen, ama onun akıbeti de bizi kildiğen ziyalla eğer olap kalıdı kardeşler. Şunun için deydiğim, tavsiye kıldığım kardeşlerim, bunun karşı bereket güteyle. Biz imkaniyetimiz yok olap kaldı. Dikkide baranma vermez. Sel işlerimiz aldırış olap kaldı kardeşlerim. Şuna manın ciddiliğini ben eski kaçka, bir neçe yıl burun takip kılıvatkan işlerim boğaçka, ben bunu ciddi şekilde bir anlaşık doğru gördüm. Onun için kardeşlerim, bu nebican deptemez. Vatanning menfaati uchun nebijan gap qilibdi. Yoki bo'lmasa, ma adamning gapidan manchir keri o'rinliqga danglar. Meni yaxshi ko'rmasanglar, u mayli. Uningda masala yo'q. Ammo vatanimizda qiynalib, vatanimizda bugünkidek Xitoyning mushundaq shaklda elib berayotgan uyallarga biz kelib ketmaylik. Bu uyallarga bizning sukut to'g'ri emas, mag'lub bo'lganimiz qarindoshlar. Mag'lub bo'lganimiz. Xitoy bizni mag'lub qilmoqchi. Xitoy vatanning sirtini bizni parchalab yo'qotmoqchi qarindoshlar. Bunu bämanglar, fursat bämanglar. Bulavatgan işlarning keyni qaranglar. Nim bulavatıdı? Kim qılıvatıdı bu işni? Nereden çıkıvatıdı? Bunun oyunun artist kimi, rejissori kimi? Bununla dikkat qılanglar. Her uyanlar şunda oynamatıdı qarindoshlar. Eğer sezgir olmasanglar, hushyor olmasanglar, bir şey tugaymiz qarindoshlar. Tugaymiz. Üzümüzge ümit berenmey, üzümüz qat kötürenmey, vatanimizni alanmaymiz qarindoshlar. Onun için yani de deydiğim gibi mukayyetlenip ketken bolsun kardeşler, eyipki burmanlar. Bunun için ciddi bir şekilde başka uyuşanlar, imkaniyeti yer vergen kardeşlerimden. Hemisi yekşembe günü şu yerge biranlar. Diginimizdek çokum üzümüzden urtukalarımız kene deydiğen bir meydan. Bir meydan o. Onun için kardeşlerimizden eğer muşununla teşkilgen teşkilatlarının tertipleri şike, ularni o'rlashtirishga bo'ysuninglar, bir-biringlarni hurmat qilinglar. Dushman uchun bir soat bo'lsinmi birga turinglar qarindoshlarim. Dushmanga qarshi harakat qilish uchun. Shuning uchun qarindoshlarim, shuni tavsiya qilmoqchi. Har birovning Alloh ishlarini oson qilsin. Inshaalloh Xitoyning uyallariga kelib ketmasligimiz, Xitoyning uyallariga sukut turib qolmasligimiz uchun hammamizni Janob Alloh aql, farosat, iymon, hidoyat versin deyman. Hemen Cenab-ı Allah'a tavsiye ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.